Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Toshkentdan Moskva shahriga har haftaning dushanbadan to shanbagacha reyslar muntazam ravishda qatnamoqda. Sankt-Peterburg shahriga dushanba hamda juma kunlari reyslar amalga oshirilmoqda. Kimda kim ketish istagida bo'lsa, bemalol murojaat qilib, ishonch nomeriga o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Joylarni bronez qilish 100 ming so'm bo'ladi. WhatsApp yoki Telegram orqali o'z joylaringizni band qilsangiz bo'ladi azizlar. Pasportlarni tashlab muntazam ravishda amalga oshirsangiz bo'ladi. Rossiya hududidan esa Moskvadan yoki Sankt-Peterburgdan kelmoqchi bo'lsangiz, rossiyskiy nomerlarimiz ishlab turibdi. Rossiyskiy nomerlarimizga WhatsApp yoki Telegram orqali murojaat qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari hozirgi kunda Max degan yangi priloyeniya chiqqan. Maxni ham amalga ishlatib qo'ydik. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ushbu Max priloyeniyasi hozirda bizning faqatgina rossiyskiy nomerlarimizda bor. Azizlar, bundan tashqari Rossiya hududida BezVPN, Instagram, YouTube tarmoqlariga, WhatsApp, Telegram hammaligiga kirmoqchiman desalar, iltimos qilaman O'zbekistondan ketayotganda o'zimizning o'zbek nomerdagi Usel'imizni olib ketaylik yokida roamingga yoqtirib internet orqali maza qilib BezVPN ishlatsanglar bo'ladi azizlar. Rossiyada bilasizlar, gosuslugasi sim kartalar bermaydi. Ofislarimiz bilasizlar, mana 2-etajda kelasizlar. Ushbu shinam ofislarda 2-etajda sizlarni chiroyli qilib kutib olamiz. Reyslarimizda esa amalga oshiramiz. Tanlovda adashmang, eng yaxshilari sizlar uchun.